27-iyul sanasiga Food City bozoridamiz. Soat 3:30-4 atrofida narxlar meva bozorida aylanib chiqamiz. Shoptolimiz narxi nech pul hoji aka buni? 20 ming so'mdan. Nomi nima buni? Boymat. Boymat shoptolimiz 20 ming so'm bo'lyapti. Kechki bozor. Bunimiz Chempion ekan, uje chiqishni boshlabdi. Buni narxi kilosi 25 ming so'm bo'lyapti ekan. Mana shponkalarimiz 25 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Kechki bozor. Ertalab sal narxi ham baland bo'ladi, tovarlar ham ko'p bo'ladi. Bu shoptolimiz nomi nima hoji aka? Nech pul narxi buni? 12 ming so'm. 12 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Mana olmalarimiz bor. Nech pul? 12 ming. 12 ming so'm ekan. 10 mingga ham topsanglar bo'ladi Food City bozorda. Bularning narxi 10 ming so'mdan ekan. Nima nomi? 12 ming oqshoptoli. 12 ming so'm ekan. 12 mingdan. Uzumimiz 15 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Ikki xil variant bor, 20 mingligi ham bor ekan. Noklarimiz nech pul aka? 20 ming so'm. Noklarimiz 20 ming so'm bo'lib ketdi mana kechki bozorga. Food City bozoridamiz. Mana noklarimiz 25 ming so'mdan qilib beryapti. Mana salfetkalar bilan chiroyli turibdi. Surxondaryodagi ekan, Mesni noklar ekan. Shoptolimiz nech pul beryapsiz aka bular? Nech pul? Nomi nima? 25 ming, 15 ming so'm. Oq shoptoli 15 ming so'm bo'lar ekan. Bu nokimiz nomi nima? Qaytiki bu aka? Mesni? Parkentiki nech pul? 25 ming so'm ekan. Anjir shoptollarimiz nech pul bo'lyapti akajon? 15 ming so'm bo'lyapti. Atak 20 mingdan bo'lyapti-da ertalab. Bu hozir kechki bozor-ku, videoga olinadi. Bitta like bosib olmasizdan nech pul ekan aka? Olmani zo'rini olib kelib qo'ygan 10 ming so'mdan ekan akalarimizda Food City bozoriga kelib, bitta videoga like bosib, videoni Ves O'zbekistonga jo'natishga harakat qiling. Bu narxnoma YouTube kanali bo'ldi. Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, YouTube'ga o'tinglar, YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, Instagramda ham qo'llanglar. Hammasi nech pul aka bu olmamiz? 10 ming so'mdan beryapti ekan olmani. Bir dona qolgani uchun. Atak 12 ming, 13 mingdan berishgan ertalab. Optim narxda kelib olib ketinglar. Abitdan keyin kelsanglar, agar uyga xonadonga qiladigan bo'lsanglar, arzonroq hadovoy narxda olasizlar. To'g'ri, tovarnilar unaqa ko'p bo'lmaydi, lekin ertalabki magazinchilar narxidan 2 ming, 3 ming kerak bo'lsa 5 ming arzon olib ketisizlar. Nech pul ekan bu shoptolar? 8 ming so'mdan qo'yibdi mana Dehqon akamiz. Dehqon akamizga bitta like bosib, Ves O'zbekiston, Ves Toshkentga jo'natishni unutmang. 10 ming so'mdan ham olsanglar bo'ladi Andijon shoptoni, faqat sal yumshoqroqlar. Uzumlar mana 14 ming so'mdan bo'lib ketdi, Piskentga. Galubukan nech pul beryapsiz opa? 35 ming so'm ekan kilosi. Kilosi 35 ming so'm ekan. Yo'q, kilosi 70 ming so'm, idishi 35 ming so'mdan ekan. Akalarimda shoptollar bor ekan. Nech pul ekan akalar shoptollarimiz, xudo xolisa? Shoptollar 15 ming. 15 ming so'mdan berishyapti ekan. Qaysi biri 8 ming? Bular 8 ming so'mdan beradi. Sorti nima buni? Sorti lola. Lola ekan sorti. Mamlisi boymat. Nargisi boymat ekan. 15 ming. 15 ming so'm ekan. Bo'rilar nech pul bo'lib ketsalarda aka? 15 ming. Bo'rilar 10 ming so'mdan ekan. Anjir shoptollarimiz nech pul aka? 10 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Food City bozoriga kelib, sifatli sara mahsulotlar olib keting. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bu narxnoma YouTube kanali. Qo'llab ko'proq Ves O'zbekiston, Ves Toshkentga jo'nating sabab. Sizga sifatli mahsulotlarni reklama qilamiz. Iloji boricha kelib olib ketishlarni maqsadi. Olcha nech pul aka? 17 ming. 17 ming so'mdan ekan mana kechki bozor. Uzumlar nech pul ekan opa sizda? 15 ming so'mdan ekan. Rasparadachida bo'lib ketdi kechki bozorga. Nech pul ekan bu shoptollarimiz opa? 15 ming so'mligi bunisi. 10 ming so'mdan bu shoptollarimiz. Olmalarimiz nech pul opa? Olmalarimiz 10 ming so'mdan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Deyarli aylansanglar narxlarda hech qanaqa raysa yo'q. 2 ming, 3 ming raysa bor. Nech pul ekan nokimiz? Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ladi. 25 ming so'mdan aka dehqonchilik, tirikchilikmi? Dehqonchilik ekan akamiz mana. Dehqon akalar bo'lsa bitta like bosib, har doimgidek Ves O'zbekiston, Ves Toshkentga jo'natishni unutmang. Bu Aziz Muhammad Karim muallif. Buni aka kelishtiribroq berasizmi? Nech pul qilib berasiz aka? 23 ming qilib berasiz agar YouTube'dan kelsa. Bu 27-iyul sanasiga Food City bozorida soat 4, 3:30 atrofida olinayotgan video. Bozor holatiga qarab narxlar o'zgaradi. Nech pul beryapsiz opa siz olchani?
Olcha 17 ming so'm ekan, bitta yarimta. Bu aybini aytmasak bo'lmaydi. Bitta yarimta sal buni qush o'qigani bor-a, bitta yarimta. Ha? Qoqib bo'lib qolgani, tugi bu olcha tugayapti deyapti. Sal bitta ikkita qoqib bo'lib qolgani bor deyapti. Issiq ham takratyapti, chilla kirgan hisobiga narxi 17 ming so'm. Sababi buni nima bo'layotganligini ko'rsatmasak, telefonda hammasi chiroyli bir xilda ko'rinaveradi. Xaladeniy emas ekan asosiysi, chunki 25 milliklari ham borligi uchun aytib ketyapmiz. Boymatlarni mana dodam zo'rini olib kelib qo'yibdi, 22 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Anjir shoptonlarimiz nech pul Hoji aka? 15 ming. Anjir shoptonlarimiz 15 ming so'mdan bo'lib ketdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hoji aka, olmani nech pul beryapsiz mana? Sizdan ham olmani olib ketaylik. Nech pul ekan narxi? 10 ming so'm qilib berishyapti. Food City bozoriga kelinglar. Sifatli mahsulotlarni olib ketinglar. Iloji boricha qo'ldan kelgancha ko'proq yoritishga harakat qilyapmiz. Deyarli narxlarda 2000, 3000 har xil joydan ko'rib aylanib kelib sifatli mahsulotlar olib ketishga maslahat beraman. Videoga like bosing, videoni VS O'zbekiston, VS Tashkentga jo'nating. Agar Instagramdan kelgan bo'lsangiz, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. YouTubedan Instagramga o'tadigan bo'lsangiz, narxnoma deysiz. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sababi bu yil 100 mingta auditoriya yig'ishimiz kerak. 100 mingta auditoriya yig'ilgan kuni barcha obunachim uchun prizlar bor. Hoji aka nech pul ekan sizda shoptoli? 10 ming so'mdan ekan mana shoptollarimiz. Sizlar bilan Aziz Muhammad Karim, narxnoma muallifi. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar degan umiddaman. Qadrbaland qadrdonlarim, qadrli fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Sizlar bilan rivojlanamiz, sizlar bilan tezroq ko'tarilamiz. Qadrli insonlarga jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman.